Diqqat qiling. Bu za va za tovushlarini aralashtirib yubormang. Eng avvalo ushbu harflarni qanday o'qilishiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Zal chuchuk, za esa tiniq talaffuz qilinadi. Agar zani za sifatida noto'g'ri talaffuz qilsangiz, bu nafaqat so'zning, balki hatto oyatning ma'nosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, hazarol maut ma'nosi o'limdan qo'rqish yoki qochish. Agar siz hazaro deb za bilan aytsangiz, bu taxmin qilish degan ma'noda bo'lib qoladi. Va nazaro ma'nosi tark etish yoki tashlab ketish degani. Agar siz uni nazaro deb aytsangiz, bu kamaytirish yoki ozaytirish degani bo'ladi. Yana ham yomonroq xato bu z harfini d sifatida noto'g'ri talaffuz qilishdir. Misol uchun, haza ma'nosi bu degani. Agar uni hada deb talaffuz qilsangiz, bu sovg'a berdi degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bu xatodan albatta saqlaning. Ayniqsa Fotiha surasida sirotollazina deb talaffuz qiling. Sirotollazina deb emas. Chunki bu juda qo'pol xato hisoblanadi. Shu kabi yana ko'plab foydali ma'lumotlarni olish uchun obuna bo'lishni unutmang.